Are you ready? Hamma salom do'stlar. Xush kelibsiz mening yana birinchi videomga. Bugun biz top 5 ta qishloq sizlari haqida gaplashamiz. Birinchi izimiz. Agar tayyor bo'lsangiz qani ketdik. Birinchi izimiz Mose. Hop, mana mening chiroyligina skinim. Hop, mana bu qishloq juda ham shirin va best mana uchun ozgina qotyapti. 3 ta qishloq birlashgan. Mana 1, 2, 3. 3 ta qishloqqa bitta go'li egallam qotdan badal. Ular yashashibdi. 3 ta qishloqqa bitta quduq edami? 2 ta quduq. 3 ta quduq har bittasi. Hop. Bu qishloqlar o'zgalar galimlashadi. Mana juda ham silva qilishga juda ham zo'r qishloq. Keyingi serimiz. Kolormatik. Ana kolormatiklari. Buning ma'nosi inglizcha. Buning o'zbekcha ma'nosi ranglar birlashmasi. Mana bu agrat qaranglar, loyd. Ayay shoshga. Pastga yerga qo'yib qo'ysang bo'ladi shuni. Ichida g'or bor, dahshat. Uy yerga cho'kib ketgan. Qurishni ham bilishmaydi bular. Mana bu ojinmay qilib qo'ygan. Bitta suvlar oqib ketyapti. Sel kelyapti bu yoqqa qojinglar. Mana bu yer yaxshi, bu yer yaxshi, bu yerchi. Bu yer ham yaxshi. Hop. Mana uyni qanday kim qurgan bu uyni? Qishloq aytchi. Qishloq to'xta. Aytchi bu uyni kim qurgan? Men tushga urinyapman. Meni vaqtim yo'q. Bu uyni qanaqadir tentak voy degan odamcha qurgan. Umuman bizni o'ylamagan. Tushundingmi? Ha, mayli, rahmat. Intervyu berganing uchun. Hop. Bu mening kanalimdagi birinchi videom. Aytib o'tganimdek, mana bu yerda ham bloklar. Keyingi sidimiz. Bu robot. Mana juda ham chiroyli qishloq. Bulardan ham qishloqlarni intib olamiz. Bu qishloq haqida nima gaping bor? Bu qishloq juda ham chinam. Orqamizda ko'rayotgan bo'lsang, biz yana qo'shnilarimiz bor, mahalladoshimiz. Ana u yerdagimi? Ha, o'sha yerdagi. Ko'rdim, juda ham yaxshi ekan. Bu qishloq kim qurgan? Bu qishloqda Bilimdon degan bitta qishloq qurgan. Yaxshi. Ularning qishlog'idan ham jungli bor ekan. Men birinchi marta kirishim emas bunga. Lekin qishloqlar juda gaplar. To'xta. Meri, qishloq meri. Salom, siz qishloq merimisiz? Ha, men qishloq meriman. Nima gaping bor? Bu qishloqni kim qurgan? Bu qishloqda Bilimdon qurgan.
Ana bu qishloqcha ham bilimdan, bu qishloqda ham bilimdan qurganmi? Ha, shunday. Lekin bilimdon uzoqlarga ketib qo'ygan. Har doim u qishloqni biladi. Bilimdan qanchalik aqlli? Bilimdon juda aqlli. Kiyimi qanaqa? Kiyimi juda ham yaxshi. U rang-barang kiyim kiyib yuradi. Bo'ldimi? Ha, rahmat. Keyingi qishloq silimiz. Obunachilar. Bu qishloq silimizning nomi 65603. Olg'a ketdim. Ne? Daryoning ustida joylashgan ajoyib qishloq. Chinamgina yonida cho'l. Cho'ldagi g'orlar. G'orning ichida ko'mir koni. Mi qishloq sidi. Bu juda ham chiroyli qishloq. Mana obunachilar qishloq sidlarni suyadi. Obunachilar birga 2 oyda samna bir şeyga o'xshab ketgan bo'lishingiz mumkin, lekin men birga bo'laman 2 oy ichida. Xayr.